Shahar markazi har doim ham shovqin va gavjum joy degani emas. Hamma sharoiti bor. Shahar markazida gaz, svet, suv va kanalizatsiyadan muammosi yo'q bo'lgan 2 xona, lekin 3 xona qilingan 61 kvadrat metr kvartira ko'rsataman. Xonadon ichiga kirib kelishingiz bilan keng hol joylashgan. Holatga qarab bir devor qismiga katta garderob shkafini qilishingiz mumkin. Oshxonani balkonga olib chiqib, bolalar yotoqxonasi qilishgan ekan. Mehmonxona orqali oshxonaga o'tish mumkin. Mehmonxonada ulov, yumshoq mebel va televizor joylashgan bo'lsa, oshxonada esa xolodilnik, konditsioner, 4 kishilik stol va oshxona mebeli mavjud. Eng so'nggi xonalarimiz kattalar yotoqxonasi va alohidadan joylashgan sanuzellar bo'ldi. Bu hududda hali bitmagan novostroykalarning narxini 550-600 dollardan sotishmoqda. Men sizlarga korobka narxida tayyorani taklif qilyapman. Atrofida festival, loft kafe, eti-salat kafe, bog'cha, maktablar, supermarketlar joylashgan. Narxi 35 mingga kelishiladi dedi. Narxiga arziydimi yoki yo'q, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Egalari raqami ekraningizda. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi albatta. Manzil Farg'ona shahar markazi, Flarus restorani 4-qavatida.